Mobita Bankdan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston Biznes Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi. Sizlar bilan Mobidub kanali dublyajda Kim Jun Hee. 저희가 신이양에 이어서 볼링을 터치했네요. 그렇습니다. To'g'ri, Jungkook, sen yaxshi o'ynarding, to'g'rimi? Yo'q, yomon. Nega biz bu yerdamiz? Biz boshlash va o'ynash uchun shu yerdamiz. Keling suratga olish jamoasidan so'raymiz. Bugun nima qilamiz? Bugun ikkita o'yin o'ynaladi. Shart Jeon Jungkookni mag'lub etish. Agar Jungkook g'alaba qozonsa ham menga ta'zim qilish kerak. Jungkook ham bu meni g'ururimga tegadi. Menga bu yoqmayapti. Olti a'zoning barchasi birgalikda buni tasavvur qilib ko'ring. Jungkookni mag'lub etsak nima bo'ladi? Ular o'z orqasi bilan ismini yozadi. Nima? Hech qachon. Biz unga ta'zim qilamiz. O'spiringda matni orqasi bilan yozishi mumkin. Biz unga ta'zim qilishimiz kerak. Jungkook bizga kechki ovqatni olib ber. Menga kechki ovqatni olib berasizlar sevimli joyimizda. Yo'q, sen bizni butun tun ishlaydigan joyga borasan. Gembab sotib olib berasan. Bu mening g'ururim masalasi. Gap Maknining g'ururi haqida ketmoqda. Yenglarni tushirib, bu meni qo'rqityapti. Mushaklaringni ko'rsatma. Jungkook bizga kechki ovqatni o'zi tanlagan joyida olib beradi. Aslida biz qiladigan narsa bu bowling emas. Biz to'plarni yumalatamiz-mi? Og'ir to'plarni yumalatish. Iltimos bizga misol ko'rsating bir marta. Men endi o'rganishni boshladim. Shunday qilishimiz mumkin. U juda ham o'z ishiga ishongandek ko'rinyapti. Biz rostdan hayron qoldik. Ammo ishtiyoq katta ahamiyatga ega. Men Jungkookni sarosimaga sola olaman. Bu sening yaxshi o'yiningmi? Bu juda ham dahshatli-ku. Barakalla. Mana shunday psixologik ta'sir ko'rsataman. Endi boshlaymizmi? Hop. Kelinglar, to'pni yumalatamiz. Keling, u qanday o'ynashini ko'ramiz. O'ylashimcha u chetga chiqib ketdi. Jungkook yenging tushir, juda ham qo'rqinchli ko'rinyapsan. Yengingizni shimarib oling. Jungkook bizga yenglarimizni shimarishni aytdi. Keling, buni qilamiz. Yenglarni shimaramiz. Men oppoq qo'llarim. U hech qachon orqasiga qaramaydi. Birinchi bo'lib kim o'ynaydi? Shuga bowlingda o'z mahorat bilan maqtangan edi. Bilasizmi, Rocket King epizoddan keyin hali hech narsa o'zgarmadi. Men hali ham o'shaman. Chiziqdan oshma, uning oyoqlari A shaklida. Ehtiyot bo'l. Ajoyib, ya, chekka ketdi. Men shunchaki qizib olayotgan edim. Agar fol ovozini eshitsak juda kulgili bo'ladi. Ovoz chiqadimi? Ha. Shuga o'ziga juda ishongan. Faqat bittasi qoldi, tugatish oson. Meni e'tiborsiz qoldirma. Agar qo'lingdan kelmasa, bu juda kulgili bo'ladi. Chetga u otdi. U aylanyapti. Agar u qolganlarni tushira olmasa, durang bo'ladi. Biz ham shunday qilishimiz kerakmi? Ha. Yomon harakat, yomon. U umuman qarilmadi, ko'rdingizmi? U haqiqatan ham ajoyib edi. Keyingi kim boradi? Men borsam maylimi? Marhamat. Men ko'zoynaklar tufayli professionalga o'xshaysan. U butun umrini bowlingga bag'ishlagan professional bowlingchiga o'xshaydi. Ya'ni u Puma sport kiyimida. Xuddi Puma singari boshlaymiz. Nimaga qodir ekanligini bizga ko'rsatdi. Shunga qaramay barakalla. Yaxshi o'ynayapti. U bor kuchi bilan to'pni uloqtirdi. Jungkook, barakalla. Jungkook shi. Jungkook shi bu yomon otish bo'ldi. U shunday qilishini bilar edim. Hop, Jimin davom et. Men u qanday o'ynashini ko'rganman. U yaxshi, bizning proyimiz. Jimin men bilan o'ynagan. Jimin jim turadi, lekin yaxshi o'ynaydi. Jimin, nega bunday qilding? Jimin, menga o'xshaysan. Sen yo'lbarsga o'xshading, hammasi tugadi. Hozircha durang. Menimcha u charchayapti. Barmoqlarimni qanday kiritishim kerak?
이렇게 끼는 Bu 건가? to'g'rimi? 맞나요? Ha? 네, 맞습니다. 이렇게 끼면 돼요. Shunday qila olasan. Sen uzatuvchimisan? Bezbol o'ynayapsanmi? 한번. 오, 좋아. Men birinchi marta barmoqlarini shunday ushlagan odamni ko'rdim. Bu qandaydir jang san'atimi? Nima qilyapsan? Bunday emasmi? Yo'q, yo'q, bunday emas. Mana bunday. Navbat jinniki. Bu nima edi? U shunchaki to'pni tashladi. Bu haqiqatdan ham yelkam og'riyapti. Men beparvo tashlayman. 서유럽 아니야? 야, 잘하잖아. 오야. 아, 내가 가야겠다. 와, Menimcha Jihob Hobiho'ng iste'dodli yomon emas. Ozgina o'rgansa yaxshi o'ynaydi. U xuddi tarvuz ushlayotgandek. Menga shunday tuyuldi. Sen tarvuz bilan yaxshi ko'rinyapsan. U Jetexon. Keling uni qanday hosil olishini ko'raylik. Qolganlarini yiqitaman. Davom et tarvuzli dehqon. Davom et tarvuz Jetexon. U bizning qahramonimiz. Men buni tan olaman. 에이스 등급. To'xtang, natija hozir 28-74 mi? O'ylashimcha biz allaqachon yutqazganmiz. Bu eng yaxshi holat. U to'g'ri markazga otdi. U bizning qahramonimiz. Uni qanday mag'lub qilamiz? 꼭팔 U ularni urib tushirishi mumkinmi? Qarib ketdi. Kelinglar, endi bowling o'ynamaymiz. 볼링 안 하는 걸로. Men bor kuchim bilan harakat qilaman. Boshla. 자, 야 진짜 야, 너 진짜 대단하다. Bosh barmog'im tiqilib qoldi. Nima? Sen o'ynadingmi? O'ynadim. U to'pni chetga ehson qildi. Sen xayr ehson farishtasisan? Iltimos davom et, Jungkook. 커터 가라 커터. 아 커서는. Jungkook, biz oyoqlarimizni poyin holatda qo'yishimiz kerakmi? Bunga e'tibor berishning hojati yo'q. Tushundim. Poyin so'zini qanday talaffuz qilasan? Poyin. To'g'ri, lekin men kulyapman, nima uchun kulayotganimni bilmayman. To'g'ri, lekin poyin so'zi ingliz tilida olinmagan bo'lmasligi mumkin. To'g'ri, bu xitoycha so'zmi? Bu xitoycha bo'lishi mumkin emas, bu yaponcha so'z. Bizning psixologik hujumimiz ish berdi. Poyin singan oyoqlar deganimi? Inson ma'nosida. Sening navbating, shoshil. 웃기지 마세요. Hazil qilmang. To'pning rangi uning sochlaridek. BOIN 저. Bowling xitoycha so'zmi? Bow va lingalingdan yasalganmi? Ushbu harakat poyin deb ataladimi? 저게 유명한 포인볼인가요? Hozir bizda keng tasvir mavjud. 시야가 넓어졌죠? U baland bo'yli bo'lgani uchun. Qanday qilib 6159 ballni egalladi? Diqqatni jamlay olmayapman. U yaxshi o'yinchi, hech qanday burilishsiz. Uning to'pi to'g'ri aylanyapti. Sen Ronaldomisan? Sen ajoyib futbolchi bo'lar eding. Avval menga ta'zim qiling. Jungkook qolganlarga yaxshi. Hingning judayam yaxshi. 야, 잘한다. Biz o'yin o'ynaganimizda yutqazganimiz uchun jazoni bajarishimiz kerak. Mag'rur holda o'tiraman. Mag'rur holatda o'tiraman. Hingning, biz senga ta'zim qilamiz. Bu juda ham ajoyib. Sen omadlisan, sen bowlingda yaxshi o'yinchisan. Uzoq umr tilaymiz, Hingning. Jazo, mag'lub bo'lgan jamoa boshqalarni Hingning deydi va orqasidan uriladi. Keling birgalikda kayfiyatni ko'taramiz. Meni qo'limni ushlang va oxirida Hingning deymiz. Hingning. Bahona qilma, biz ham buni qilishimiz kerak. 정부의 기성이 하는 거야, 알지? 하나, 둘, 셋. 다시요. U boshladi. 시작했습니다. Yaxshi boshlanish, juda tartibli. Yomon emas. Men bowling tomosha qilganimda o'yinchilar bir-birini qo'llab-quvvatlashgan edi. 1 2 3, ha. Ular buni har safar qiladimi? Olg'a Jimin, birinchi o'yinchi Jimin. Jimin uning barmoqlari biroz egilgan. 손가락이 일그러졌어요.
Qanday qilib u buni qila oldi? Faqat bittasini tushirdi. Bariki 3 ha. U tezlikni yoqtiradi. 스타일이에요. 네. 와! U buni amalga oshirdi. Ajoyib. Teng hisob ajoyib. Men uni qo'ldan kelishini bilardim. 하나, 둘, 셋. Qachongacha buni qilishlarini ko'ramiz. U o'zining soch uchun bog'ichini belga kiyib oldi. U eplay olmadi. 와, 망했죠. 아싸 거터다 거터다. 하나 줘 하나. 아. Nima bu? Beyzbolmi? 아까 배웠거든요. Hozir men bilan gaplashmang. Birinchi raqamli uzatuvchi. 다들 감을 찾아가고 하나, 둘, 셋. Tarvuz dehqoni. 자, 스마. Tarvuzmi yoki tarvuz suvimi? 또랑으로. 야! 아깝다. Javob, barakalla. 씨. Bu qanaqa ko'rinish? Tosh haykalmi? U tosh haykaldek ko'rinyapti. 쭈꾸미인가요? 왜 이래? Hey, senga nima bo'ldi o'zi? O'ylaymanki, u yomon o'ynashga urindi. 아, 그거 할 필요 Topni 있나요? bor kuching bilan tashla. Bu shunchaki asabiylashmaslik uchun. Shuganing qo'llari yaxshi qo'llar. Vau, o'xshadi. 종국이. 와. Jungkook bu yaqin edi. 아, 오늘 종국이 안 좋아. Uning qo'llaridagi mushaklar shishgan. 장군이 부풀어 올랐죠. Bu uning charchaganlarini anglatadi. Mening navbatim. Tinch holatda bo'l. Shunchaki uni dumalab tashlama. Mana shunday. Jungkook bir necha oy davomida boshqadi, lekin u bunchalik farq qilmaydi. 해도 우리 이거만 아, 응원 안 하세요? Buni qilishni xohlaysanmi? Bu uning g'ururiga zarar yetkazadi. Ularning hafsalasi bir bo'lgan. 바닥이죠. Baribir bunchalik emas. 아니야 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 아니야. Jiminning natijasi chetga tashlama. Jimin tinchlan. 침착하게. Jiminning to'pi xotirjamlik bilan chetga dumaladi. Ular tetiklashdi. Bo'sh mumkin emas, yaxshi o'yna. 안 돼. 여기서 안 돼. Teyonning navbati yumshoqroq. Kim Teyon? Yaxshi. 야. Teyon, ko'zaklarsiz yaxshi o'ynar ekansan. Boling o'yinchisi bo'lish xohlamaysanmi? U Jungkookdan yaxshiroq deb o'ylayman. Tarvuz dehqoni, kelinglar bu haqda gaplashmaylik. U yashil rang va tarvuzga o'xshaydi. Keling, unga boshqa taxallus beramiz. Yashil kabachok deb ataymiz. Faqat kabachok emas, bu g'alati. Bu sho'rva uchun masalliqlarga o'xshaydi. Tushunarli. Hop, kubik shaklida kesib ol. Jungkook umbal, nimaga qodirligingni bizga ko'rsat. 하는 줄 알았지 나는. 프로하려면 10개 중에 8개 스트라이크 해야 돼. 우와. 뭐 이거 뭐. Hobi, u sendan yomonroq. Sen yaxshiroqsan. 무등산이 낫다 야. Yaxshi otish, u qolganlarni urib tushirdi. U yaxshi harakat qildi, yomon emas. 감사합니다. Mening navbatim polga ot. Nima bu? 뭐야 저거? 리자모. 이야. Unda xuddi Jungkooknigidek natijada. Jungkooknigidek. Bowling bilan shug'ullanishning hojati yo'q. 8ta belgi. Jungkookdan yaxshiroq. Akalari Jungkookni masxara qilishyapti. 진짜 잘 긁는다. 와. Agar u urolsa ajoyib bo'lardi. 그렇지, 그렇지. 스트라이크다, 스트라이크다. 느낌 있다, 느낌 있다. 우리 첫 스트라이크를 따네요. 야 이거 스트라이크인데? Unga omad tilaymiz. Nima uchun bunday yomon o'ynayapsan? Agar Jimin ketma-ket to'pni chetga tashlasa, iltimos bunday dema, men asabiylashyapman. Sening navbating. Yaqin edi, hammasi joyida. Barakalla. Ofaring, barakalla. O'ylaymanki, bu chetga tushadi. Davom etma, kerak emas. 아 자세는 제일 U har doim qolganlarni yiqitadi. Ajoyib. 신기하다. U 10 urishda davom etmoqda. 이렇게 되면 Unday bo'lsa, biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Keling ko'ramiz.
어우, 야, 이거 스트라이크 아니야? 야, 아니, Endi biz ularni mag'lub qila olamizmi? Agar ular strayk urishsa, biz mag'lub bo'lamiz. Jimin bu yerda yomon ishlaydi, uni chiqarib tashlaylik. Jimin emas, buni Red Monsterga topshiring. Red Monster yagona strayk urgan ishtirokchi. Menimcha Namjoon yaxshiroq. Men bosim ostida yaxshi o'ynay olmayman. Red Monster olg'a. Buni yaxshi qila olamanmi? Namjoon buni eplaysan. Iltimos strayk ur, sen buni uddalay olasan. Hech qanaqa bosim his qilma. Agar bu senga bosim o'tkazsa, men qaramayman. Men boshqa tomonga qarayman. Hammasi joyida. Men buni qila olmayman. Agar u qila olsa, durang bo'ladimi? Keling, buni uchun tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz. G'olib qolganlarni yiqitadi. Xo'p. 안 내면 진 거 가위바위보. 가위바위보. 오 마이 갓. 안 내면 진 거 가위바위보. 가위바위보. 야, 오 마이 갓. Bu yana men bo'lamanmi? Yana tarvuzmi? 야, 무등산 가나요? 무등산 갑니다. Tarvuz yana buni eplay olasan. Bu juda murakkab, bo'lishi mumkin emas. Men buni qila olaman deb o'ylamayman. Sen tarvuzni tozalayapsanmi? Keling, o'rnimizda turib tomosha qilamiz. Bu men uchun juda qiziq. Hobi seni 6 kishi kuzatmoqda. Hobi bizni bu yerda yo'q deb o'yla. Uni sen qila olasan. Bosimni sezma. Faqat to'pni o'ng tomonda aylantir. 갑니다. U juda zo'r otash, menimcha bu strayk. 스트라이크인 것 같은데? Jazo vaqti. Hozir menda 4 ta xungnim bormi? Biz taxminlarimizdan farqli o'laroq biz yutdik. Bu ajoyib, to'g'ri, ajoyib. Bizda ajoyib strategiya bor edi, to'g'ri. Keling, kimni urishimizni tanlaylik? Menga baribir. Shaxsan men Jungkookni urishni xohlayman. Sen buni qilasanmi? Men Jungkookni uraman. Xo'p. U Jungkookni snayper, men Seokjinni uraman. Ular bizga ta'zim qilishlari kerak, to'g'ri. Birinchidan Hyungninni bizlarga ta'zim qiling. Hyungninda ular chuqur ta'zim qilganlardan keyin Hyungnin bo'lganimiz sababli ularga yaxshi narsalar aytamiz va uramiz. Hozir boshlaymizmi Hyungninlar? Yaxshi mehnat qilishdi. Hyungninlar. Yaxshi to'g'ri, chunki eng katta Hyungnin menga ta'zim qilyapti. Sen bugun sur ko'rinishdasan. Rahmat. O'rnidan turing, ular bizga bosh etganlari tufayli ajoyib tuyg'u. Biz 2007-yilda Wings turiga borishni rejalashtirmoqdamiz. To'g'ri, biz sog'ligimizni asaqlashimiz kerak. Tenyu, sog'lom bo'l. Ofarin Tarvuz. Bu strayk edi. 스트라이크인데 완전. Jin, sen so'nggi paytlarda juda kulgulisan. Qarang, bilagini qizdiryapti. Umid qilamanki, senda quvonchli voqealar bo'ladi. Hyung, men seni uraman. Ajoyib so'zlar Hyungnim. Sog'lom bo'l Hyungnim. Bugungi qahramon, qani buni bajaraylik. Umid qilamanki, Jungkook bu yil yanada takomillashadi. 더 발전할 Bowlingda ko'proq mashq qilishing kerak. Biz birga bowling o'ynaylik. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Menimcha bu qiziqarli bo'ldi, turli xil o'yinlar bilan. Biz o'zimizcha bowling o'ynadik. Sizningcha eng yaxshi o'yinchi kim edi? Masalan, sen bundan keyin u bilan bowling o'ynashni xohlamaydigan inson. Senda yoqimsiz tuyg'u bor, lekin u mag'lub etishda juda kuchli. Iltimos, aktyor ovozida ayt. Hammasi yaxshi, hammasi yoqimtoy. Shu haftada Rambiches yakunlandi. Bowling qiziqarli bo'ldi. Biz Rambichesning keyingi qismlarida qaytamiz. Xayr. Mobitab Banddan Telegram kanali tomonidan O'zib BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.